السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Shu bilan biz bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'qib bo'lgan hisoblanamiz. Endilikda o'rnimizdan turib bomdod namozining 2 rakat farzini o'qiymiz. Bomdod namozining 2 rakat farzida Allohu akbar so'zi, Fotiha surasi va Zam sura, Samiallohu liman hamidah so'zi hamda namozni tugatganimizda ikki tarafga beradigan salomiz ham ovoz chiqarib o'qiladi. Ya'niki balandroq o'qiladi. Bulardan tashqari barcha tasbih va duolar o'zimiz eshitadigan darajada o'qiladi. Yana adashib ketmasligingiz uchun buni videoda ham yozib boramiz. Bomdod namozining 2 rakat farzini o'qishdan avval quyidagi iqomat takbiri aytiladi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Niyat qilish. Alloh roziligi uchun qibla tomonga yuzlanib, bugungi bomdod namozining 2 rakat farzini o'qishni niyat qildim deb ko'ngildan o'tkaziladi. Allohu akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك